Eğer de Rusya başlasa men jibermez idim. Eğer de Kırım'ını yoklarga dese Kırımlar sokılsa elbette Kırım'ını yoklara barırım. Çünkü Kırım halkı eliye şoklu Rusya'nın tatlı sözlerine ışınabit. Soңғы vaqtda baribir Tataristan gibi bulacak, onların dilleri yo'qolacak, medeniyeti yo'qolacak. Hozirgi kunda Tataristanning tili ham medeniyeti yo'qolgan şekilde. Onlar eliga referendum bizde de buldu. 21 Mart referendumning yıllığı bulacak. Ve lakin hiç nerse saklanmadı. Referendumdan qolgan narsa barысы da yo'qoldi. Tataristan halkı yo'qolgan gibi Kırımlar da yo'qoltacak. Eğer de Rossiyaga kirseler, onlar mine şuşu yolgan siyasetinin özünün kulu bulup kalacaklar. Добровольцы пойду первый, в первую очередь. От фашистов защищать буду землю. От бандеровцев. Как наши дети, как старики наши. Как отцы наши защищали, буду защищать. А там бандеровцы, что ли? Тут бы не был, там фашисты, они одно и то же, одно лицо. Фашисты, бандеровцы, одно лицо. Мен umuman o'zimni bugungi Rossiya davlati uchun so'g'ishirga hozir kishi deb sanamayman. Ne için? Ne uchun? Chunki birinchi chiratda bunda so'g'ishlar Afg'onistonda bo'ldi, haliga qadar Chechniyada bo'ldi. Bu barisi da ko'rsata ko'pincha ma'nosiz so'g'ishlar bo'lgan. Tatarlarni tatarlarga qarata qarshi qo'yu, musulmonlarni musulmonlarga qarata qarshi qo'yu bu kimlarningdir ma'nosiz siyosati uchun bizning kimlarningdir topgan balalarin o'limga jibaruv mening uchun bu kerak ish tugul deb o'ylayman. Ha, il qo'shsa. Kimga nechikdir men bizning ilimiz Qozon xonligi bo'lgan deb sanayman. Qozon xonligi endi bundan ko'p yillar ilk tarqalgan. Bugungi ilni bugungi Tatariston, beysiz Tatariston bo'lsa, balki ol il uchun kurashir edim. Bugungi Rossiya uchun men hozir tugul kurashirga. Я воевать буду, если она будет, но ее там не будет. С фашистами воевать буду, да, с бандеровцами. Не с украинцами, не с татарами. Не с населением Украины.